turklarning eng ulug'i. Yofasning tildan tilga ko'chib kelayotgan vasiyatnomasi bor edi. Bu vasiyatnomani ulug' sarkardalar o'z shogirdlariga o'qitar, podshohlar esa shahzodalarga yod oldirardi. U shunday ma'nodagi so'zlar edi: Ey o'g'il, bilki sen olamlarni yaratgan yagona qodir zotning qulisan. U seni butun olamning javhari etdi. Seni farishtalardan ulug' qildi. 7 qavat osmon gumbazi bilan yopilgan yerni sen uchun ulkan qarorgoh ayladi. Sen otang Odam alayhissalom farzandisan. Bilki shayton sening abadiy dushmaningdir. Chunki u Allohga itoat qilmadi va kufrini fosh qildi. Hamisha shaytonga qarshi tur. Alloh buyurgan ishlarga nimaiki ters bo'lsa, u shaytonning amalidir. Ogoh bo'l, shayton bilan to qiyomatga qadar jang davom etadi. U seni na kunduzi, na tunda, na uyquda, na uyg'oqlikda o'z holingga qo'yadi. Ey yigit, sening eng ulkan g'animing nafsingdir. U shaytonning do'stidir. Uning hiylalarida chek va chegara yo'qdir. Agar nafsing istaklariga bir bora itoat etsang, uni qayta yengishing benihoya mashaqqatli kechgay. Ichingdagi xoin sening nafsingdir. U xoin seni shaytonga qul qilib beradi. Bu xoinning vasvasasiga uchma. Buning uchun kecha-yu kunduz Allohning zikrini qoyim tut, lozim tut. Ey alp, qalbing Alloh bilan bog'lanib, tillaring Robbing kalomi bilan so'ylab, hayoting uning elchisi keltirgan shariat bilan kechar ekan, balki jisming zaif bo'lmasin. Parvardigor tanamizni tuproqdan yaratdi. Tuproqqa suv qo'shib qancha tepsang, qancha mushtlasang, u shu qadar pishadi. Shu qadar mustahkam bo'ladi. Olovga solsang jaranglaydi. Sen ham tanani mashq va janglarda suvni chiqar va kuchga to'ldir. Mashaqqatlar olovida tobla. Alpning uyda qolib ketishi, ot minmasligi, qilichini o'ynatmasligi, kamondan o'qlar uzib, dushman qalbini vahimga to'ldirmasligi uning ofatidir. U butun kuch-quvvati va mardligidan ayriladi. Shuning uchun otdan tushma, o'g'illaring otda tug'ilsin. Otda yashasin va ot ustida o'lsin. Osmon gumbazi ostidagi keng zamin ko'ksi sen uchun gilam ekanligini bil. Tog'larni baland minoralar angla. Daryolar sen uchun bir qadah suvdir. Yulduzlar tunning javohirlari, oy va quyosh esa bu qasrni yoritish uchun Alloh yoqib bergan chiroqlardir. Yomg'irlar bu uyni yuvib turadigan suv, shamollar supurib tozalaydigan farroshdir. Bularning hech biridan xavf qilma. Zotan bularning barchasini Alloh senga ato qildi. Ey botir, mashaqqatlardan qo'rqma. Qiyinchiliklarga ko'krak kerib bor. Xotirjam o'tgan kunlaringdan xavotir ol. Sinov bilan, ur bilan kechgan kunlaring uchun shukrlar ayt. Och qolishni, to'q o'tgan onim, tashnalikni, chanqog'im qongan lahzalar deya qabul ayla. Begonalarga ko'z yoshingni ko'rsatma. Og'zing qonga to'lsa-da yotlarning oldida tupurma. Tilanmoqni xayolingga keltirma. Qaddingni tik tut. Rizqing Allohning zimmasida ekanligini faromush ayla. Faromush aylama. Balki u haqida aslo o'y surma. Zotan sening rizqingga olamlar Robbisi kafolat bermish. Ey g'ozi, o'lim biz safarga chiqqan yo'lning so'ngidir. U albatta bizni kutayapti. Biz u bilan shaksiz uchrashamiz. Achchiq bo'lsa ham, shirin bo'lsa ham o'lim bilan diydorlashmoqqa shubha yo'qdir.
G'animga tik turib bergan joning jannatidir. Parchalangan tanang muqaddas. Sening tanangni bo'yagan qon esa Firdavs gullaridir. Nafis jismingga sanchilgan o'qlar jannatning qushlari. G'anim qilichi zarbasidan yorilgan jarohatlar jannatga ochilgan eshik va undan mag'firat shamollari esib ichkari kiradi. Bu joydan ruhing Firdavsi a'lo tomon yo'l oladi. Din sharafi, vatan himoyasi, xalq qayg'usi ila chekilgan har bir dard, har bir yaraning azobi muqaddas va buyukdir. Adolat yo'lida ko'zlaringni to'ldirgan gard, xanjarlar shilgan terilaring pokdir. Haq yo'lida jismingni qiymalasalar, bu haqning muhabbati izhoridir. Haq yo'lida jismingni yoqib, kulini ko'kka sovursalar, senga Ibrohim Halilullohning yo'li nasib etibdi. Ey o'g'lon, dunyo hayoti lazzatga begonadir. Yer yuzi maishat va huzur qarorgohi emas. Agar sen dunyodan halovat izlasang, aslo izlaganingni topmassan. Balki mashaqqat va qiyinchilikni lozim tut, kurashlardan qo'rqma. Alloh uchun qadam qo'ygan inson boshqalar kabi issiq to'shaklardan bahra olmaydi. Jononlarning quchoqlaridan mosuvo bo'lgay, balki ammo bu bilan u yo'q bo'lib ketajaklardan yuz o'girib baqo tomon qadam qo'ygan insondir. Ey alp, ilmni lozim tut. Ilmni boshingga ko'tar. Allohdan qo'rq. Ahling, oilang, ayollaring, farzandlaringni unutma. Ularga ajdodlar senga qoldirgan yo'l ta'limini ber. Ularga o'z hayoting bilan o'rnak bo'l, tarbiyala. Tarbiya so'z bilan emas, amal bilandir. Bolalaringga Allohning quli qanday bo'lishini ko'rsatib yasha. Olimlarni ustoz bil, har bir ishingda Allohdan yordam so'ra va unga istixora qil. So'nggi nafasingdan qo'rqma. Demak, sen o'tkinchi hayotdan qutulding va abadiy jannat sari, Robbing jamoli sari ketding.